tadbirkorlarni, ya'ni fuqarolarni, o'zimiz band etgan fuqarolarni, fermerlarni esini yuritish uchun bankimiz tarafidan bir qancha produktlar ishlab chiqarilgan. Ya'ni aytib o'tgan bo'lsak, shumsiz fuqarolarga, ya'ni o'zimiz band etgan jeki fuqarolarga tadbirkorlikdan shug'ullanaman degan bo'lsa, 5 milliondan 50 millionga kelgan kreditlar var. Ular plastik kartasi alıp verildi. Jeki fuqarolar ayol qizlarimizga 23%dan, er adamlarga 25%dan. Mahalla loyihasi degan kreditimiz ol 50 millionga alıp verildi. 5 yıl müddetke, 2 yıl imtiyazlı davr bilen. Bu maqsadli misal bilan, yani plastik alıp verildi degan xayrga jakka emas, o'zim maqsadim masalan istep chaqiraman, sharoshlik qo'shmalamay bo'lsa isteyman, so'zlar yo'q. Kelib, sizga ko'mak degan kredit var. 17 millionga kelgan berdi. 4 yil müddetke, 1 yil imtiyazlı davr bilen. Kelib, bizga birinchi qadam degan kredit var, 5 millionga kelgan berdi. 1 yil müddetke berdi. Bunların hammasının faizi, yani aytgandek ayol qizlarga 23%, er adamlarga 25%dan. Bundan keyin şu tadbirkorlikdan shug'ullanib, oldin ayda bergan kredit olib o'z vaqtida javob ijobiy kredit tarifi yaxshi edi. So'ng kredit tarifi yaxshi odamlarga, ya'ni 1 yildan beri istiqbolga shug'ullanib, bankda shot ochib, оборот aylantirayotgan klientlarga Prezidentning 312 son qarori bilan 100 millionga kelgan sug'urta bilan 100 milliondan arjag'i 300 millionga kelgan kredit iqorida beriladi. Ular 7 yil muddatga beriladi. Bunun faizi 19%, er adamlarga, ayol qizlarga 17%dan beriladi. Bu pul o'tkazish yo'li bilan обязательно. O plastik salib berilmaydi, pul o'tkazish yo'li bilan beriladi. Bu maqsadlar. Qandaydir ishlab chiqaraman xizmat ko'rsataman deb bo'lmasa beriladi. Aylanma mablag', ya'ni esni to'ldirib 1,5 yil muddatga beradi. 1,5 yil muddatga olan faizi 1 deyiladi. 1 yil 1,5 yilga bo'ladi. Ondan keyin kechib yaqinda qarorlar chiqib o'tirdi. 61 son qaror var, 60 sonlar var. 61 son qaror bu sizga chiqadi. Ya'ni